Assalomu alaykum azizlar. Mana nasib bo'lsa 99% ishimiz tugadi. Yana bitta xonamizni birinchisi ugonligini qilamiz. Kraskasi qurmagan ekan. 3 ta xonamiz bo'ldi. Bu laminat tag qismini mana shunday pol chang chiqmasin, keyin o'sha muammo bo'lmasin deb, chang ko'tarilmasin deb men baribir yuvib tozalab chiqdik kraskadan oldin. Baribir akkuratli ish bo'lsin deb bitta kraska o'tib qo'ydik. Nasib bo'lsa ertaga 8-aprel kuni xudo xolasa o'sha podloshkalarni to'shab, keyin laminatni bosamiz. Korичневый rang olyapmiz. Nasib bo'lsa mana ishimiz tugadi. Ugonliklarni qo'yib bo'ldik. Birinchisi keyin qotiramiz buni. Mana bu ikkita xonamiz ham bo'lgan. Birinchisi ugonlik hammasi aboylaricha to'liq bo'ldi. Yaqin kunlarda variantlarni ko'rsatamiz. Qanchaga tushdi, nima bo'ldi, hammasini aytamiz. Kuzatib boringlar. Qisqacha video bo'ldi. Hammaga omad. Bizni kuzatib boring. 7-aprel bugun. Nasib bo'lsa yaqin kunlarda ko'rsatamiz to'liq variantni.